10. bab. Ondan keyin eriştin tushayotgan yana bir kuchlik farishtani ko'rdim. U bir parcha bulutni yepingan bo'lib, beshining ustida bir Hasan Husayn bor edi. Yuzi quyoshga, putlari bo'lsa o't turigiga o'xshatdi. Qo'lida bir kichik ochiq qo'ram yozma bor edi. U o'ng putini dengiz ustiga, so'l putini bo'lsa quruqlikqa qo'yib turib, shirning hurkishiga o'xshash qattiq ovoz bilan vaqirdi. U vaqirganda 7 guldir mama o'z guldir qarosiri bilan javob qaytardi. 7 guldir mama javob qaytuganda ularning so'zlarini xotirlamoqchi bo'lib turatdim. Biroq osmondan 7 guldir mamaning aytganlarini xotirlama, ularni maxfiy tut degan bir ovozni angladim. Dengiz ham quruqlikning ustida turgan men ko'rgan u farishta o'ng qo'lini osmonga ko'tarib, osmon, yer, dengiz va ulardagi mavjudotlarni yaratquchi, ya'ni abadil abad yashag'uchining nomi bilan qasam qilib, "Endi kechiktirilmaydi. Aksicha 7-chi farishta qonini chag'anda Xudo o'z xizmatkorlari bo'lgan payg'ambarlarga jakarılgan sir amalga oshidi" dedi. Men osmondan anglagan ovoz menga yana berib, dengiz ham quruqlikning ustida turgan farishtaning qo'lidagi ochiq o'ram yozmani ol dedi. Men berib, farishtaning kichik o'ram yozmani menga berishini so'radim. U menga "Buni elib ye. Og'zingda asaldek tatliq bo'ladi. Biroq maydangni ichishtiradi" dedi. Kichik o'ram yozmani farishtaning qo'lidan elib yedim. Og'zimda asaldek tatliq tetidi. Lekin uni yutqunimda maydam ichib ketdi. Keyin farishta menga "Sen Xudoning ko'p millatlar, xalqlar, har xil tillarda so'zlashadigan kishilar va podsholar to'g'risidagi vahiylarni yana bir qitim jakarlashing lozim" dedi.